Bu kuzov o'ta pishiq, o'ta prochniy kuzovlardan. 2007-yilgi Volkswagen Passat G6 dedingizmi? B6 ha? Asha esimdan chiqib qolardi. Passat B6 kuzovidan. Ha, bular uni eskisi ham joni pishiq. Voy, eshak degan mashinalardan biri bo'ladi. Akam buni juda ko'pchilik biladi. Живой состояниеda. 2007-yilgi soстояниеni qarang. Kraskalari ham hamma yo'g'i o'rnida turibdi. Polirovka himchkani qilgan shekilli. Dilt qilyapti. 4 ta yangi zimli balon qo'shgan. Bor balonlarni qoraytirib va ichki salonlar. Narxi 580 ming so'm. Bugun 14-yanvar akam svejiy reklama. Universalidan va ichki salonlarini turayni elektropaket, plovshi sideniya bu yerda bor, тряпочный salon, multi-rul, kruz kontrollari ham bor, podogrev sideniyalardan mexanikalar bor. 236 ming probeglarda ichlari juda ham akkuratniy. 2007-yilgi Passat. Mana buni borlari ham hozir bunaqa sostoyaniyada yo'q bo'lsa kerak. Buni qarang, yopilishlarini qarang. Wow. Go'zal. Akam, sostoyaniyani qarang, ichini kengligini universal versiyasidan bu. Semyaga olib minib yuradigan mashinadan biri. Vid qarang, orqada restyling stop, prozrachniy. Bu yerda qarang, qani ulab olib ham minib yursangiz bo'ladi. Bagajlarning pokizaligini qarang. Shunday yaqinroq patam. Shunaqa Passat bormi hozir degan ko'kalar. Bormi mana? 580 mingga mexanika, 2 объем benzin, egasini nomeri ekran pastda. Срочный telefon qilib qo'yamiz.